Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Damas rusumli transport vositasi piyodalar o'tish yo'lidan kesib o'tayotgan bolalarga yo'l bermay, ularning hayotini xavf ostiga qoldirgan holat keng tarqalib, hamyurtlarimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchiga esa qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 9 dekabr kuni soat 8:15 larda o'zim boshqarib kelayotgan mashina avtomobilimda ketayotganimda peshobdan ko'rmay qolgan holatimda mashina orasidan tez holatda yosh bolalar yugurib bordi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Mashinani qo'yayotgan parkovka qilishlarda peshoblarda hushyor bo'lishlaringni, iloj bo'lsa ashyalarni parkovka qilmasliklarini so'rab qolamiz. Sizlarni parkovka qilishlaringda kimdir bunaqa og'ir holatga tushishni xohlamaymiz. O'zimiz ham afsusdamiz. Tasvirlarga diqqat bilan e'tibor qaratsak, ushbu xavfli holatning kelib chiqishida yana bir muhim omil piyodalar o'tish yo'lagi oldida Spark rusumli transport vositasining to'xtash qoidasini qo'pol ravishda buzib qoldirilgani bo'lganini anglash qiyin emas. Agar Spark haydovchisi mazkur qoidabuzarlikka yo'l qo'ymaganida piyodalar o'tish yo'lagidan harakatlanayotgan bolalar Damas haydovchisi uchun to'liq ko'rinishi ta'minlangan bo'lardi. Bu esa haydovchiga o'z vaqtida tezlikni kamaytirish, to'xtash va piyodalarga yo'l berish orqali harakat xavfsizligini ta'minlash imkonini bergan bo'lar edi. Joyimga ketayotgan paytimda zarurat bilan to'xtab qoldim. Peshovodga hammalaringdan uzr so'rab qolaman. Boshqa bu ish takrorlanmaydi. Afsuski, so'nggi paytlarda ko'plab haydovchilar uchun piyodalar o'tish yo'lagi vaqtincha to'xtab turish joyidek qabul qilinmoqda. Qaysidir haydovchi yo'lovchi tushirsa, yana qaysidir haydovchi shu atrofdagi ishini bitirish uchun aynan piyodalar o'tish yo'lagi oldida avtomashinasini qoldiradi. Bu esa yuqoridagi kabi hodisalarning yuzaga kelishida omil bo'lmoqda. Ushbu holat yuzasidan Damas rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 1-qismiga asosan hamda Spark rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-6-moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Xayriyatki, bu holatda bolalarga hech qanday shikast yetmadi. Biroq bu xotirjamlikka berilishga asos bo'lmaydi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni yo'llardagi harakatini nazorat qiling. Ularga yo'lni kesib o'tishda imkon qadar hamroh bo'ling. Bolalar yolg'iz harakatlanganlarida avtomashina uzoqdaligiga ishonch hosil qilgachgina qatnov yo'lini yugurmasdan kesib o'tish lozimligini har kuni o'rgatib boring. Haydovchilardan esa yo'llarda mas'uliyatli bo'lishni, piyodalar hayotini xatarga qo'ymaslikni, piyodalar o'tish yo'lagiga yaqinlashganda tezlikni pasaytirib harakatlanishni talab qilamiz.